Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz siz bilan atomning tuzilishiga bag'ishlanadi. Demak, e, atom bu bo'linmasining kichik zarracha hisoblanadi. Moddaning tarkibini eng kichik birligi hisoblanadi. Atom so'zining ma'nosi, demak, e, bo'linmas degan ma'noni anglatadi. Ya'ni atom, ya'ni e, boshqa qismlarga bo'linmaydi, ya'ni boshqa qismlari mavjud emas degan ma'noni bildiradi. Endi atomni tuzilishini nazariy jihatdan qaraydigan bo'lsak, demak, atom tuzilishi Levklit, Demokrit davrlariga borib taqaladi. Uni nomi ham shundan kelib chiqadi. Ya'ni kim moddaning eng kichik birligi, ya'ni bo'linmas qismi bu atom deb qaralgan. Va atom bu nima? Atom demak musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida harakatlanuvchi manfiy zaryadlangan elektronlardan tashkil topgan elektroneytral zarracha. Endi demak, atomning markazida yadro deb nomlanadigan zarracha bor. Yadro musbat zaryadlanadi, elektron manfiy zaryadlanadi va elektron yadroning atrofida uzluksiz doimiy katta tezlik bilan harakat qiladi. Holbuki atomda ikkita bir-biriga qarama-qarshi zaryadlangan zarrachalar bor, lekin ammo ular nima uchun bir-biriga yopishib qolmaydi? Sababi elektron doimiy harakatda bo'ladi, ya'ni to'xtovsiz harakat qilganligi sababli markazdan qochma kuch ta'siri ostida elektron yadroga qulab tushmaydi. Shuning uchun ham atomning tuzilish jihatdan stabilligi shu bilan tushuntiriladi. Endi e, atomning umumiy tuzilishiga, tarixiga agar nazar soladigan bo'lsak, demak, juda uzoq davrlarni o'z ichiga oladi. Bilamizki, demak, atomning tuzilishini ideal modelini, demak, Ernest Rutherford 1911-yilda taklif qiladi, lekin o'shangacha urinishlar bo'lgan atom tuzilishini aniqlashga. Biz aytganimizdek, Levklit va Demokrit davrlarida, demak, atom tuzilishini o'rganishga urinishlar bo'lgan. Faqat bu davrlarda, demak, uskunalar, mikroskoplar yoki kattalashtirib ko'rsatadigan uskunalarning yo'qligi va ularning kattalashtirib ko'rish imkoniyatlari cheklanganligi sababli ham bu juda uzoq davrlarga cho'zilgan. Ammo tasavvurlar mavjud bo'lgan. O'sha davrda ham atom tuzilishi haqida gipotezalar, tasavvurlar mavjud bo'lgan. Demak, asosiy rivojlanish, ya'ni asosiy nazariyalar, demak, o'sha 1860-yildan 1920-yillargacha, 30-yillargacha borib taqaladi. Demak, 1891-yillarda, demak, irlandiyalik fizik Stony konsepsiyalaridan bittasini, elektron konsepsiyalaridan bittasini ilgari suradi. U, demak, energiya tashuvchi zarrachani elektron deb ataydi. Ingliz fiziki Joseph Thomson va fransuz fiziki Jean Perrin, demak, elektronning zaryadini, massasini va tezligini aniqlaydi. Endi biz bilamizki, demak, tezligi juda katta, ya'ni elektron juda katta tezlik bilan aylanadi. Uning zaryadi -1, massasi bo'lsa protonning massasidan 1837-1839 marta, ya'ni deyarli 2000 marta, 2000 marta kichkina. O'zi bitta protonning massasi 1,67 10 darajada -27 kilogramga teng bo'lsa, demak, o'sha sonni biz yana 2000 ga bo'lsak, bitta elektronning massasi kelib chiqadi. Bundan bilish mumkinki, elektronning massasini deyarli 0 deb qabul qilsa bo'ladi. Endi atomni tuzilishini tasavvurlari, demak, juda ko'p nazariyalar bo'lgan. Shulardan bittasi, demak, 1897-yilda Thomsonning atom modeli taklif qilinadi, ya'ni mayiz va puding. Mayiz bilan puding. Bunda atomni ichida, demak, musbat zaryadlangan zarrachalar taqsimlangan holatda joylashgan va ular tartibsiz harakat qiladi. Bir me'yorda harakatlanishi nazarda tutilmagan, ya'ni tartibsiz harakat qiladi deb tushuntirilgan. Lekin Thomsonning modeli o'zini oqlamadi, chunki ba'zi bir qarama-qarshiliklarni tushuntirib bera olmaydi. Shuning uchun 1911-yilda, demak, Rutherfordning modeli o'zini oqlaydi, ya'ni uning fikri bo'yicha, demak, atom sharsimon shaklda tasavvur qilingani bilan birga, uning o'rtasida, ya'ni markazida musbat zaryadlangan yadro juda kichkina, 100 ming marta kichkina, atomning o'zining o'lchamidan 100 ming marta kichkina deb qaraladi va bu elektronchalar, bu puding shaklida bu yerda joylashgan, mayizdek joylashgan, ya'ni pudingdagi mayizdek joylashgan bu elektronchalar uning atrofida statsionar orbitallarda aylanadi degan g'oyani ilgari suradi. Demak, Rutherford modeli bo'yicha, demak, atomni markazida yadro, musbat zaryadlangan yadro joylashgan va uning atrofida manfiy zaryadlangan ionlar, manfiy zaryadlangan elektronlar, demak,
ma'lum bir tartibda aylanadi, katta tezlik bilan aylanadi degan fikrni ilgari suradi. Lekin Rutherford modeli ham o'zini juda oqlamaydi, sababi u elektronni orbitallarga taqsimlab bera olmaydi. Keyinchalik bizda e, Pauling, Planck kabi olimlarni Geyzenbergning xizmatlari bilan demak o'sha statsionar orbitallarda aylanish, ya'ni orbitallar tushunchasi fanga kiritiladi. Orbital nima? Orbital bu demak yadroning atrofida e, harakatlanadi. Yadroning atrofida bo'lgan fazo. Qaysiki mana markazdagi Rutherfordning modelini qarasak, markazda musbat zaryadlangan yadro mavjud. Yadroni tarkibiga ham to'xtalamiz va uning atrofida elektronlar aylanib yuradi. Bu Rutherfordning sodda modeli, ya'ni planetar model deb ataladi. Keyinchalik bu planetar model nomi bilan yuritiladi. Endi lekin buni Niels Bohr rivojlantiradi va Niels Bohr 1930-yillarga kelib turib statsionar orbitallar tushunchasini fanga kiritadi. Orbital demak bu fazoda yadroning atrofidagi fazoning shunday cheklangan joyiki, qaysiki elektronlar mavjud bo'lish ehtimolligi eng yuqori bo'lgan sohasi deb ataladi va orbitallar keyinchalik bizga S, P, D, F deb orbitallarni demak klassifikatsiya qilib chiqamiz va ularni to'rtta kvant soni bilan, ya'ni bosh kvant son, orbital kvant son, magnit kvant son va spin kvant son deb ataladigan kvant sonlar bilan izohlashadi. Endi demak elektronlar har joyda aylanmas ekan, elektronlar ma'lum bir statsionar orbitallarda demak elektron qobiqlar hosil qilib yadroning atrofida aylanishi darkor ekan. Demak, atomning tuzilishi, demak, atom asosan yadro, musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida aylanayotgan, demak, manfiy zaryadlangan elektronlardan tashkil topgan elektroneytral zarracha. Demak, yadro markazda joylashgan va yadro 100 marta kichkina. Endi yadroning o'zi demak, ikkita zarrachadan iborat bo'ladi. Musbat zaryadlangan, demak, proton va zaryadsiz, lekin massaga ega bo'lgan neytronlardan iborat zarracha. Demak, atomning umumiy zaryadlar yig'indisi 0 ga teng, ya'ni elektrik neytral hisoblanadi, elektroneytral zarracha hisoblanadi. Chunki yadroda joylashgan protonlar yadroning atrofida aylanayotgan elektronlar bilan o'zaro nollashadi. Ya'ni bizda agar yadroning zaryadi +3 bo'ladigan bo'lsa, demak, uning atrofida 3 ta elektron aylanmog'i darkor. Ana endi atomni o'zini umumiy sxematik qarab chiqadigan bo'lsak, demak, atom ikkita asosiy qismdan iborat: yadro va elektron qobiqlar. Elektron qobiqlarda demak elektronlar aylanadi. Markazda joylashgan yadro demak ikkita zarrachadan, proton va neytronlardan iborat bo'ladi. Protonlarning zaryadi demak +1, massasi 1 massa qismga iborat, neytron bo'lsa 1 massa qismga, lekin zaryadi 0 ga tenglashtiriladi. Demak, yadroning tuzilishiga kelsak, yadroning demak musbat zaryadi protonlar hisobidan bo'ladi, chunki neytronlar zaryadsiz zarrachalar, ammo uning massasi 1 ga teng. Protonlarning massasi ham, zaryadi ham 1/1 ga teng bo'ladi. Endi bundan kelib chiqadiki, yadroning ichidagi zarrachalarni biz nukleonlar deb ataymiz, ya'ni yadroga taalluqli bo'lgan zarrachalar. Eng oddiy vodorod atomining tuzilishini qarab chiqadigan bo'lsak, demak, atom elektroneytral, sababiki unda yadrosida bitta proton va uning atrofida harakat qiluvchi bitta elektrondan tashkil topgan zarracha. Atomning demak zamonaviy modeli bo'yicha, demak, atom elektroneytral zarracha bo'ladi, hozirgi kungi ta'rif bo'yicha. Atomning yadrosi musbat zaryadlangan bo'ladi, ya'ni uning ichida protonlar mavjud. Elektronlarning manfiy zaryadlangan holatda bo'ladi. Elektronlar yadroning atrofida ma'lum bir statsionar orbitallarda, quyidagicha ko'rinishdagi statsionar ma'lum bir orbitallarda harakat qiladi. Bu orbitallarimiz sharsimon, gantelsimon yoki bo'lmasa gulsimon shaklda bo'lishiga qarab turib, demak, ularni S, P, D shakllarga, ya'ni ularni fazoviy shakliga qarab turib sinflarga bo'lib chiqamiz. Demak, keyingi tushunchamiz, demak, protonlar soni har doim atom yadrosini zaryadini va zaryadlar yig'indisi bo'lsa elektronlarning yig'indisini beradi. Demak, misol uchun magnini oladigan bo'lsak, magnini atom raqami, ya'ni uni yadro zaryadi +12 ga teng. Bu unda yadrosida 12 ta proton borligidan, zaryadi +12 ekanligini va bu unda 12 ta elektron mavjudligini bildiradi. Demak, umumiy massa birligi 24 bo'ladigan bo'lsa, demak, 24 dan 12 ni ayirsak, uning ichidagi neytronlar soni kelib chiqadi. Chunki umumiy massa yig'indisi proton va neytron, ya'ni nukleonlar yig'indisiga teng bo'ladi. Demak, yadroning tarkibi protonlar, neytronlar, ularning har ikkalasining massasi 1/1 tenglashtiriladi, lekin zaryad jihatdan demak faqat protonlar zaryad beradi. O'shaning uchun yadroning asosiy zaryadi demak protonlar hisobidan keladi. Xo'p, demak, protonlar soni elementlarni seriya raqamlariga, ya'ni kimyoviy elementlar davriy jadvalidagi demak o'rniga, ya'ni ularni atom nomeriga teng holatda qabul qilinadi.
Misol uchun agar magniyni 12 ta protoni bor deydigan bo'lsak va uni tartib nomeri ham 12, ya'ni davriy sistemada joylashgan o'rni ham 12. Endi demak, umumiy proton va neytronlar soni uni massa sonini beradi. Demak, massa soni hozir aytganimizdek 24. Demak, unda 12 ta proton va 12 ta neytron mavjudligidan darak beradi. Quyida demak bizga standart zadacha berilgan, ya'ni standart masala berilgan. Bu yerdan qaysidir element atomi beriladigan bo'lsa, demak uning atom nomeri 11, natriy berilgan va massa soni 20 berilgan. Demak, atom nomeridan bilishimiz mumkin 11 ta proton, 11 ta elektron bo'ladi. Demak, massa soni 23, 23 ta 11 dan ayirsak 12 chiqadi. Demak, bundan bilishimiz mumkinki, unda 11 ta proton, 11 ta elektron va 12 ta neytron mavjud bo'ladi. Demak, xuddi shu zaylda boshqa atomlarni ham ko'rib chiqsa bo'ladi. Misol uchun fosfor yoki yod element atomlarini ko'rib chiqsak bo'ladi. Demak, ularda ham shu protonlar, neytronlarni topish mumkin, tartib nomerini bilgan holatda. Demak, quyida bizga atomlar yadrolar tarkibida o'zgarishi keltirilgan, ya'ni agar atomlar o'zaro to'qnashadigan bo'lsa, demak yadro reaksiyalari sodir bo'ladi. Misol uchun bu yerda hozir bizda vodorod atomini, demak, yadro tarkibini o'zgarishi, ya'ni uni geliyga o'zgarishi, bu biz bilamiz, bu quyoshda sodir bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Quyosh va yulduzlarda sodir bo'ladigan yadro reaksiyasi hisoblanadi. Buning uchun buning natijasida katta miqdorda energiya ajralib chiqadi. Sababiki bir atom ikkinchi bir boshqa bir atomga o'zgaradi. Natijada katta energiya ajralib chiqishi kuzatiladi, katta portlash bo'ladi. Demak, kimyoviy elementlar bu bir xil yadro zaryadga ega bo'lgan atomlarning muayyan turi hisoblanadi. Kimyoviy elementlarning turi atomlar turidan kam bo'lishining sababi shunda. Yadrodagi neytronlar sonining o'zgarishini quyidagi sxemada ko'rishingiz mumkin. Ya'ni vodorod atomini, demak, neytronlar bilan to'qnashishi natijasida vodorodning izotopi, ya'ni ikkilik izotopi hosil bo'ladi. Buni tarkibida, demak, yadrosida aslida avvaldan neytron bo'lmaydi, keyinchalik neytron qo'shilishi natijasida, demak, vodorodning yangi izotopi hosil bo'ladi. Xuddi shunaqangi vodorodning tritiy izotopi ham xuddi shunaqangi yadro jarayonlari natijasida hosil bo'ladi. Izotoplar bular aslida, demak, atomlarning turi hisoblanadi. Qaysiki yadro zaryadi bir xil, ya'ni protonlar soni bir xil, lekin massa soni har xil bo'lgan atomlar turi hisoblanadi. Shuning uchun ularni izo, ya'ni bir xil, top topografik bir xil, ya'ni kelib chiqishi bir xil degan ma'noni anglatadi. Demak, endi xuddi shunaqangi izotoplarni, masalan, xlorni ko'rish mumkin. Xlor elementi, bitta xlor elementi bo'lishi mumkin, lekin xlorni izotoplari bo'ladi. Ya'ni tabiatda xlor ikkita izotop holatda tarqalgan, 35 va 37, lekin har ikkalasi ham bitta kimyoviy element hisoblanadi. Ya'ni xlorning 37 va 35 izotoplari tabiatda 75% va 25% holatda tarqalishiga qarab turib farq qiladi va ularning shuning uchun ham o'rtacha massasi 35.5 deb qabul qilingan. Demak, kimyoviy element bu mana shunaqangi izotoplarning ayni bir turi hisoblanadi. Hozircha bizda shu. Demak, keyingi darslarimizda biz kvant sonlariga batafsil to'xtalishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasiz.